Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Aka bu chiroyli kiyimimiz, ko'ylaklar necha pulga oldi aka? Ko'ylakni Farg'ona shaharida Istanbul degan do'kon ochilgan. 149 ming so'mga oldim. Ha, shimdi-chi? Shimdi ham 149 mingga oldim. Oyoq kiyimni-chi? Oyoq kiyimini 149 mingga. Biz og'ayni hali alti xizmatida yurgan odammiz. O'zbekistonda yashaganimiz uchun o'zimizni so'mga kiyinamiz. So'mga. Haligi madaniyat sohasi egasi emas biz. Dollarga kiyinadigan, dollarlarga kiyinadigan oddiy mana oddiy ustuvosh mana shu bilan yuribmiz. Maqtanib nima keragi bor? Hozir xalqni puliga qo'pirib olib, xalq puli qo'liqtirib qo'yadi, keyin dollarga kiyinib olib, o'zi orqasini ko'rsang hamma yo'q shaltaq. Shunaqalarga tirs jo'natib qo'yasiz. Boradigan joylarim bor edi, uzr. Hozirgi kunda qanaqa mashina yursa aka trend edadi? Hozirgi kunda minayotgan mashinam VYD Song. Bilasizmi markasini? Yo'q. Mana ota-bobomiz yurgan mana shu velosipedda yuribman. Mana velosiped. Germanskiy velosiped. Raisligimda ham shunda yurganman. Hozir mexanikligimda ham shunda yuribman. Biz haligacha o'zimiz reklama qiladigan odam emasmiz. O'zini haqiqiy musulmon odam reklama qilmaydi. Yana bir bor. Ana shu haligi dollarga kiyinib, maqtanayotgan Instagramda, TikTokdan qolaversa haligu 4-5 ta paragramma ashula aytib, maqtanayotganlarga tilagim, hayit bayramlaring bilan tabriklab qolaman. Maqtanishni qo'yaylik. Musulmonlar maqtanmaydi. Musulmonlar maqtanmaydi. Mana oddiy ustuvosh. Buni olamiz. Shuni yelkamizga olamiz. Uka vaqtimiz yo'q. Mahallada eksonlar bor edi. Nimalar qarab qoldim. Rahmat.